eshitamiz, muhokama qilmaymiz. Uchrashuvga chiqib kelganingdan keyin erga bergim kelmay qolgansan. Qisqanganman, kuyovimni chaqirganman deb shu yanishib qoldim. Abduqodir, qo'ying, keling, sizni ham qiynamay, o'zimni ham qiynamay. Hali tayyor emas bu turmushga chiqishga deb. Rosa kuyovimni aynatishga harakat qilganman. Sandan bekitib. Odamlar qizini erga bera olmay o'ladi, mana odam bechora. Ojon, sizligimda rasa qattiq qo'y bo'lib turgansiz-ku. Kelindek tarbiya qilgansiz. Xudodan nima so'raganman ayting? Onamga o'xshagan qaynonadan o'zing asradiganman. Bilaman. Muhokama qilay. Lekin men ham Xudodan so'raydim. Senga o'xshagan dangasa kelin uchramasmi? Bir xil paytlar ja aqlli bo'lib ketasan, nimaga aql o'rgatasan? O'sha bir urib o'ldirib qo'ygim keladi. Ertalab 11-12 gacha uxlasangiz indamasdingiz-ku. Kichkina qizingiz. Shunaqa alam qilardi. Men soat ertalab 6 da baqirib, urib uyg'otganlaringiz esimga tushardi, shu qizingizga indamasligingiz. Lekin jim turardim mayli deb. Siz ajratgansiz. Yo'q, muhokama qilmaysiz. Siz ajratgansiz ikkita qizingiz. Bu muhokama qilmayman. Dilimda qolib ketgan shu gap ketaman deganman. Lekin bloger bo'lishni hech ham xohlamadim. Hozirchi. Endi sabr qilib chidamanman. Bu topganingiz nima dedingiz? Video o'chgandan keyin kalta emasmikinman? Endi bilmayman, ko'ramiz. Yo'q, muhokama qilmaymiz. Video o'chgandan keyin muhokama qilmaymiz. Bittani kichkina ziringiz bo'lardi tilla. Men taqqanman deb bir kuni o'rtog'im bilan fotosessiya borganmiz. O'rtog'im taqib turganda shu bilan qaytib bermay qolib ketgan. Muhokama qilmaymiz. Buni ko'paytirsangiz zira olib beraman. Voy, qaysi o'rtog'i? Kundoz. Voy, tavba, nima olgansan? Bermagan qaytib. Endi lo'q bo'lganman deb. Haqiqatan lo'q bo'lgansan. Shu lo'qliging yoqmas. Muhokama qilmaymiz, oyi iltimos. Shunday dardlarim e'tiboriy bo'ynimda qarz bo'lib ketmasin. Narsa aytaymi? Mana shu hammalarga bir soliq qo'yib qo'ygim keladi-da. Palon puldan ham men bellaring xaroyda deb. O'shanda men yaxshi yuraman deb aytgim keladi-yu, ayta olmayman shuni. Qo'ying oyijon, soliq qo'ying. Yaxshi yursangiz qo'ying. Sizdanmi? Erga teggandan keyin har kuni ertalab vaqtli telefon qilib, "Tur o'rningdan podyezdingni tozala, tur o'rningdan eringga choy tayyorla, tur o'rningdan uylaringni tozala" derdiz-ku. O'shanda vash addina tushganimni his qilmasdim-da. Ozginadan keyin siz telefon qilsangiz bezovib qo'ygan bo'lgandim. To'g'risida alohida tushgandan keyin telefon qilib, men qaynonamdan battar ishlatardingiz. Ajab qilma, xo'p qilma. Muhokama qilma. Xo'p.